Bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan muammolardan biri bu daromadni, ya'ni oylik maoshni to'g'ri taqsimlash. Ko'pchilik oylik maoshni to'g'ri taqsimlay olmaganligi sababli moliyaviy muammolarga duchor bo'lishadi, ya'ni oydan oyga qarz bilan o'tishga majbur bo'lishadi. Oylik maoshni qanday qilib to'g'ri taqsimlash kerak? Buning uchun nima ishlarni bajarish kerak? Shularni ko'rib chiqamiz. Men Akmaljon Saidov 9 yillik tajribaga ega bo'lgan oliy ma'lumotli moliya mutaxassisiman va sizlarga shaxsiy moliyangizni qurish bo'yicha bilim va ko'nikmalarimni berib boraman. Hoziroq YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Endi oylik maosh masalasiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda daromad oldingiz, qo'lingizga pulni ushladingiz. Bu vaziyatda birinchi navbatda siz eng zarur bo'lgan xarajatlarni qilishingiz kerak. Bularga nima kiradi? Ijara to'lovlari, kredit to'lovlari, kommunal to'lovlari, uydagi internet, Wi-Fi to'lovlari va hokazo. Ayni shu xarajatlarni siz birinchi navbatda qilishingiz kerak. Sabab, chunki bu xarajatlarni vaqtida qilmas ekansiz, sizni oy davomida bezovta qiladi bu xarajatlar. Ya'ni siz keyingi ishlaringizni qilishingizda va maqsadlaringizga yetishingizda xalaqit qiladigan misollardan biri bu. Endi oylikni birinchi qismini zarur xarajatlarga yo'naltirdingiz. Ikkinchi navbatda siz kundalik xarajatlarga pul sarflashni boshlaysiz. Bularga nima kiradi? Yo'l kira xarajatlari, oziq-ovqat xarajatlari, kundalik uy ro'zg'or xarajatlari va hokazo. Bu xarajatlar ayni bir summaga tayangan holda olib boriladi. Hammasini o'zini aniq summasi bor. Misol uchun, siz yo'l kiraga deylik har kuni 20-30 ming so'm pul sarflaysiz. Agar jamoat transportidan foydalanadigan bo'lsangiz, bu summa ancha qisqarib ketadi. Ovqatlanishingizga ham xuddi shunaqa 30-40 ming yoki 50 ming so'm sarflaysiz. Bugungi O'zbekiston sharoitidagi narxlardan kelib chiqqan holda. Bu xarajatlarni qilganingizdan so'ng sizda o'zingizni daromadingizdan qolgan qismi qoladi, ya'ni daromadingizdan ortgan qismi qoladi. Bu pulni siz jamg'arma shaklida ushlab turishingiz kerak. Bu holda ham e'tibor qiladigan ahamiyatli jihati shundaki, siz bu jamg'armani hech qachon milliy valyutada saqlamang. Sababi, milliy valyutada saqlasangiz pulingizni, har yili inflyatsiya hisobiga bu pulingiz o'z qiymatini yo'qotadi. Ya'ni 8 oy, 9 oy oldinga yig'ib qo'ygan 8 million, 9 million yoki 10 million so'm pulingiz 8 oydan keyin bu pul asl qiymatini yo'qotadi. Misol uchun 9 millionga tushib qolishi mumkin. Ya'ni siz oldin 10 millionga sotib olgan narsangizni endi siz o'sha narsani 11 million yoki 10 million 900 ming so'mga sotib olasiz degani. Xuddi shunday qilib siz o'z pulingizni taqsimlashni boshlashingiz kerak. Avvalo, bu pulni taqsimlashdan oldin sizda aniq strategiya va aniq qadam bo'lishi kerak. Bu nima? Aniq strategiyaga men bitta misol qilib aytaman. O'z xarajat va daromadlaringizni kundalik yozib borishingiz kerak. Bu narsa aslida eshitilishi va qilinishi qaysidir jihatdan qiyin tuyuladi, lekin bunga bir ko'nikma hosil bo'lgandan so'ng bu narsa o'zini samarasini bermasdan qolmaydi, ishoning. Siz hattoki nafaqat o'z pulingizni jamg'arasiz va hattoki siz jamg'arma, ya'ni qo'shimcha pul yig'a olish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Hozirgina kadr ortidagi yigitlardan, kadr ortida ishlab turgan yigitlardan savol bo'ldi. Men bir oy davomida o'zimga yetarli summani topaman va hatto undan ham ortig'ini topaman. Va bu pulni deyarli 80% men uyimga, ota-onamga jo'nataman. Sababi ular meni shu yoshimgacha ular meni boqishdi va shu darajaga yetkazishda ularning ancha xizmatlari ketdi. Shu sabab pulimning ko'p qismini ularga jo'nataman. Qolgan qismini esa yig'aman. Sababi uyga jo'natishimdan sabab jamg'arma qilish, ya'ni o'zim shu pulni yig'a olmayman. Ota-onamda tursa bu pul yig'iladi degan o'yda pulni jo'nataman. Lekin uydagilarim, ya'ni ota-onam ham o'zlarini shaxsiy ehtiyojlari uchun, ya'ni
bu pulni ishlatib qo'yishmoqda va men yig'moqchi bo'lgan pul havoga uchib ketmoqda. Bu vaziyatda men nima qilishim kerak? Ya'ni shu paytgacha topgan pulim va uni hozirda yo'qligi. Men bu bolaga shunday maslahat berdim. Har bir yigit kishi o'zi pulini to'g'ri boshqara olishi shart. Ya'ni bu ko'nikma har bir yigit kishida bo'lishi shart. Shuning uchun ham mayli bu yigitimiz juda ham to'g'ri qaror qabul qilganlar. Ya'ni ota-onaga beriladigan pul bu ham qarz, ham farz hisoblanadi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, inson kishi, ya'ni erkak kishi o'zini pulini jamg'ara olishi ham kerak. Bularga maslahat berdim. Siz, ya'ni o'zingiz topgan pulning 80% qismini uyga jo'natadigan bo'lsangiz, bu foizni qisqartiring. Misol uchun 50% ni jo'nating va 30% ni siz o'zingiz jamg'arishni o'rganing. Ya'ni shu 30% siz o'zingizda tursin va bu pulni ustiga qo'shsangiz qo'shing, lekin aslo kamaytirmang. Buni qanday qilaman deganda, buni yuqorida aytgan misollarim orqali amalga oshirish mumkin. Ya'ni shaxsiy moliyani yuritish, shaxsiy o'z pulini boshqarishni o'rganish va xarajatlarni to'g'ri nazorat qilish. Shunday ekan, bu yigitimizdagi bo'ladigan holat menimcha juda ham ko'p yoshlarimizda uchrasa kerak. Ularga ham xuddi shu maslahatni berib qolgan bo'lardim. Ya'ni ota-ona ham o'zi his qilish kerak, farzandi mustaqil ravishda pul boshqara olishni o'rganishi kerakligini. Shuning uchun ham ya'ni hozirgi ota-onalarga ham shuni maslahat berib qolgan bo'lardim. Mayli bolam, sen bu pulingni berding, rahmat. Qaysidir qismini olib qolaman va qolgan qismini o'zingga beraman. Sen o'zing ham bu pulni boshqarishni o'rgangin deb aytish kerak. Shundagina mustaqil ravishda fikrlay oladi va pulni his qila oladi. Men ko'p videolarimda aytaman va o'zimning shogirdlarimga ham bu narsani juda ham ko'p aytaman. Biznes qilishdan maqsad foydaga chiqish. Inson prosta biznes qilmaydi. Ya'ni foydaga chiqish maqsadida, qo'shimcha daromad topish maqsadida biznes qiladi. Agar bu biznes orqaga ketadigan bo'lsa, bu biznesni joyida to'xtatadi. Nega biz o'zimizni shaxsiy hayotimizda foydaga chiqmasligimiz kerak? Nega biz o'zimiz topayotgan daromaddan foyda olmasligimiz kerak? Nega biz xarajatlarimizni daromadimizdan ko'proq qilishimiz kerak? Shu savollarga o'zingiz vijdonan javob bering va o'z xatolaringizni topsangiz agar, men bergan kamtarona maslahatlarimga amal qilishni boshlang. Men hozirgi o'zimdagi bilim va ko'nikmalarni xalqqa, jamiyatga foydasi tegish maqsadida aynan YouTube platformasida darsliklar, bilimlarni berishni boshlamoqchiman va hoziroq bu darsliklardan, bu bilimlardan boxabar qolib ketmaslikni xohlasangiz, obuna bo'lib qo'ying. Aynan keyingi videoda hozirgi kunda dolzarb bo'lgan mavzulardan biri uy olish. Ya'ni uy olish uchun qancha mablag' yig'ish kerak, uni qanday boshlash kerak va uy ololmayotgan insonlarning asosiy xatosi nimada ekanligini gaplashib o'tamiz.